Doktor, bolalarning bulbuli xatnadan keyin rostdan ham tez o'sib ketadimi? Yo'q. Bolaning bulbuli o'smasligi xatnaga bog'liq emas. Xatnadan oldin bulbulini terisi, olinadigan terisi bir xil bo'ladi, uzun bo'lib turadi. Men sразу aytib qo'yaman, xatnaga kirishdan oldin mana shu olinadigan terisi. Ya'ni, misol uchun, mana bunday bulbul bo'ladigan bo'lsa, terisi mana shunchasi ketsa, mana bunchasi qoladi. Voy doktor, bizda bo'lgan shunaqangi voqealar, nimaga buni xatnaga olib kirib ketishingizdan oldin bulbullar uzun, katta edi, hozir kichkina bo'lib qoldi. Yo'q, biz o'sha olinish kerak bo'lgan terini olamiz, normada olinadi. Bu yog'i qolgan tanasi shundoq qoladimi, bundoq qoladimi, bundoq bo'lib turadi. Bu aytamanki, o'zi tug'ma shunaqa razmer bo'lgan. Xatnaga bog'liq emas. Xatna bo'lmaydigan insonlar bor-ku, mana misol uchun tug'ildi, katta bo'lguncha xatna bo'lmadi. Unda bulbuli o'smay qoldi yoki uzun bo'lib ketdi degani emas u. O'shaning uchun bulbulning o'smasligi yoki hajmi, ya'ni diametrini xatnaga bog'lab olmaydi. Uzun, kalta, qalin, ingichkaligini biz hech nima qilmaymiz. Faqatgina ortiqcha terisini olib beramiz.